Assalomu alaykum. Bugun ultratovush tekshiruvi nimaligi haqida gaplashamiz. Ultratovush tekshiruvi bu og'riqsiz va xavfsiz tekshirish usuli hisoblanadi. Qorin bo'shlig'idagi ichki a'zolarni real vaqt rejimida, ya'ni ishlayotgan paytida tekshirish imkonini beradigan bir tekshiruv usuli hisoblanadi. Bu ultratovush tekshiruvi orqali biz masalan jigarning kattalashishi, yog'lanishi, kista, o'smalarni aniqlashimiz mumkin. O't qopida esa toshlar, yallig'lanish, o't qopi devorining qalinlanishi belgilarini, oshqozon osti bezida esa pankreatit belgilarini, taloqning esa kattalashishi va shikastlanishlarini, buyraklarda tosh, kista, siydikning toshlarning tiqilib qolish holatlarini aniqlashimiz mumkin. Bundan tashqari qorin aortasidagi anevrizma, ya'ni o'sha kengayib qolgan qismlarni ham aniqlashimiz mumkin va bu sababi noma'lum bo'lgan, ya'ni qorin og'riqlarida birinchi tekshiruv usuli hisoblanadi. Profilaktika uchun yiliga hech bo'lmaganda bir marta tibbiy ko'rikdan, ya'ni ultratovush tekshiruvdan o'tib turishni maslahat berib qolgan bo'lardim va bu sog'lig'ingiz uchun juda ham muhim. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror narsa haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.